Chinni aytganimni qilasizmi? Voy, nima lajjasi, hammasini ko'pirtirib yuring. Anta hali qozonni ham sizni kutib turibdi. Nima? Ishlamaydi. Sumka. Vo, ada! Mana nima? Narkoman, uyalmaysizmi? Chekasizmi hali? U meniki emas. Ha, kimniki bu? Ol qo'ling. O'rtog'imniki. Jinnimi sen chakkanini ko'rganmiz. Men lo'q deb o'ylayapsiz-da. Mana nima? Nima sen qilaman, mapu? Nima qilay? Voylaga zo'r. Yarashdi lekin. O'zlaridan ko'p. Qo'y, tez joyiga qo'y, bo'l. Nega? Baribir berarkansiz, bayramga olibsiz menga. Hozir berursiz bo'ladi? Senga emas bu. Kimga? Oyimgami? Yo'q. Yana anonizga oldingizmi? Uyatsiz. Oyi! Qarang mana buni qizlarga podarkalar berib yuribdi. Mana qarang. Onajonim, men sizga mashina oldim. Qarang, mana bayram bo'lmasa ham men bilasiz, o'g'lingiz sizni yaxshi ko'radi, oyi. Onalar mo'tabar, ona mo'tabar, aziz. Top ketgan barakasini. Aka jonim, akam o'zing. Kızlar güzeller Instagram'da 5 kız bir odada istek varsa vodka. O'chir. Nima? Ertalabdan beri turib olib, shunday. Nima? Sen jinnimisan sen? Yo'qot buni. Mashtrend senga, xo'pmi? Qolmasligingiz kerak. Menga podarka qil. Akammi? Qo'lingiz ochib qoldimiz. Hozir ovqat beraman. Aka. Etdim senga men. Siydimi bilmayman, ustimga yo'qotgan ma'qul. Voy, kiyimlaringizni olib qopdimi? Hozir o'zim yig'ishtirib qo'yaman-da, akajonim. Keyin kontraktimni puli kelib qopdi-da. Shunga ozgincha pul bermaysizmi? Pul kerakmi? Olani yig'ishtir. Zo'r, tapchkani ham ol. Hali pollarni ham arching kerak. Xonamda bir 750 ta naskigim bor. Hammasini yuvishing ham kerak, bilasana shuni. Labbay. Yo'q, hech bola, prosta hozir maslahat qilib beraman demoqchi edim. Zo'r. Naskilarni qo'lda yuvasan. Yipsan shu gaping. Labbay. Aka jonim, akam o'zingiz bo'lasiz. Kim yozdi? Bilmayman, kim yozganini? Xo'p, telefon sizniki bo'lsa, Telegram sizniki bo'lsa, kim yozadi sizdan boshqa? Qayerdan bilaman men, bilmayman. To'g'risi bilmayman. Nima inson yozmaganman. Mana shu o'rtog'im yozgan. Samandar, yozdingmi aytgin to'g'risini? Aldaysan-ku Sardor. Nimaga birovni aldaysan? Men yozganim yo'q-ku. Ana, o'rtog'ingiz yozmagan ekan, siz yozgansiz. O'rtoq patirishga qo'y. Yo'q, Sardor. Xo'p, ana kuni Heavens'ga olib chiqaman deb Guli 2005 ga kim yozdi? O'rtog'ingiz yozdilarmi? Men u yozganim yo'q, ustoz. Mo'xi, men yozmadim. Ana kuni bitta qizga Shokolad olib borma ularni uyiga. Shundoq ham 50 ta shokolad bor xonamnikka Sardor. Xo'p, bo'ldi, hozir bitta narsa so'rayman. Agar uni ham Samandar o'rtog'im yozgan desangiz, ajrashamiz. Davay, so'ra. Ana bitta mo'xi iplos bor-ku, o'shanga Sibirdan kofe olib beraman deb yozilgan edi. Uni kim yozdi? Mana men o'rtog'im yozgan. Assalomu alaykum. Duo qilaman, duo. Amin. Qilib berasizmi, kizmi? Bo'pti, bering. Nimalar bor ekan? Keling aka, nima kerak ekan? Yo'q, men prosta ko'rgani keldim, ko'ryapman-da. Aldama. Sen mana ko'yningning narxini necha pulligini bilmoqchisan. Yeb qo'ydingmi yo'qmi? O'shani tekshirgani kelding, to'g'rimi? Bildingiz aka? Necha pul sizlarda bu ko'ynak? 150 ming. 150 ming? Da. Men 200 mingga oldim ayodan. Marras. Nima bo'ldi? Firibgar! Men ayoda 150 mingga ko'rdim. Sen 200 mingga o'tqizdingmi menga, yolg'onchi? Nima unaqa qilding?
Yo'q, aldaganim yo'q. Bizda hamma narsa lyuksga chiqdi-ku. Lyuksmi? Ha? Men bilamanmi, yaxshi narsa qimmat bo'ladi yo'q-ku. Men yaxshi narsa olganman. Rahmat sizga. Oke, meniki lyuks bo'lganiga qimmatroq ekan. Menda originali. Och solishtiramiz, och, ha? Yo'q-e, mani bolama shunaqa qildimi dazmol bega? Yo'q, bo'ldi, ustozi bo'ldi. Men gaplashib, abjag'im chiqazaman men bu bolani. Xo'p, rahmat sizga. Xo'p, charchamang. Dazmol! Ha, oyi. Kundalik olib qo'y. Olib kel kundalikni. Nima ahvol bu? Nima ahvol? Astoy, tavba qilmasam, men san eshik o'qib olsam, maktabga borib desam, bu nima qizlar yotibdi, hamma joy ikki. O'zi qo'yib oladi ikkilarni. Men yaxshi o'qiyman, oyi. Man voy yuragim. San maktabga nima pirashigani boryapsanmi, kuchuk? Telefonni ol bu yoqqa. Yo'q. Telefonni ber. Mashtan bizyapti. Mashimi bo'ldi. Bir hafta yo'q, senga vaqt beraman. Odamga o'xshab o'qisang o'qiding, 5 oysi olding, bo'lmasam urib sindiraman telefon, tushundingmi? Xo'p. Mayli oyi, yaxshi borib keling ishga. Oyim ishga ketdilarmi? Telefonimni qayoqqa bekitgan bo'lishlari mumkin. Bond. James Bond. Dazmol be. Ha, oyi. Hali siz mani xonamga beso'roq kirib, narsalarimni tutib, telefon oladigan bo'lib qoldingizmi? Qayerdan bildingiz? Olib kel bu yoqqa telefonni. Ber. Yana bir marta mana shunaqa so'ramasdan kirib telefonni olgin. Men seni qochiraman san bolani, tushundingmi? Men ketyapman ishga, tinch o'tir. Ishdan kelib kundaligini bittalab tekshiraman, tushundingmi? Xo'p, oyi. Xo'p. Qancha qo'ygan bo'lishlari mumkin? Katta xolingnikiga. Oyi. Abdi qursin sani kuchuk. Ha? Qaytki? Choyxonaga. Uf, qachon qaramasa choyxona qachon uyda bo'lgan so'zi? Bekorchi choyxonada nima qilasiz o'zi? Nima? Bekorchi choyxona? Bor. Kiyinib chiq. Men senga ko'rsatib qo'yaman choyxonada nima bo'lishini. Xo'p. Bo'ldi. Kimda nima gaplar? Man rak kasaliga davo topdim. Tushunyapsizlarmi? Asosiy tarkibida zanjabil ekstrakti bor. Propolis, qizil ildiz va C vitamini bor. Ular hujayra yangilanishini tezlashtiradi. Tushunyapsizlarmi? Necha yillik mehnat, necha yillik mashaqqatdan so'ng o'rtoqlar, men bunga erishdim. Ha, bo'ldi, tinchlikmi? Nega sizlar xomush o'tiribsizlar? Ha, endi biznesimiz ozgincha o'xshamadi. Qarzga botib qoldik. Ha, avvalambor biznesda sallik keling, mijozni o'ylalaring. Unga nima molim o'tkazay deb emas, unga qanaqa foyda keladi, unga qanaqa foydalari bor, shularga o'ylalaring, tushundilaringmi? To'g'ri biznes puldan emas, tartibdan boshlanadi. Men buni olib, kam ko'staring ishlating. Hozirgi zamonda pul bolalar gapirar ekan-da. Shu mashinangni sotib olibsan. Tinchlikmi? Ozgina pul kerak bo'ldi, majbur bo'ldim. Bo'ldi. Yuringlar tashqariga. Muammolaringni bizdan bekitib yurmagin. Men mashinani kalit. Ya, o'rtoq kerak. Oldimmi? Seni yaxshi ko'ramiz. Rahmat. Tabriklaymiz. Hozir o'rtoq. Bu zamonda mashinasi borlar gapirar ekan-da. Yo'q, endi tushundim. Ko'rdingmi?
O'rtog'im menga mashinasini berib yubordi. Voy yo'g'e, zo'ru. Anaqa, bugun menda ham gap bor edi. Gap? Hech qanaqa gap yo'q. Men bilaman gaplaring nima bo'lishini. Umuman bekorchi narsa, bormaysan gapga. A yo'g'e? Ha. Hozir ko'rsataman, yuring. Ana, siz mana shu yerda o'tirib turing. Hozir ko'rasiz gapda nima hal bo'lishini. Xo'sh, qizlar, eshitdinglarmi? Anu, Niluni eri bor-ku, yurib ketibdi. Masalaga yetuvdim-u, ikkinchi xotini bo'lardi. Tetazi tarafda. Yo'g'e. Anu, 10 million atiysan matiga. Bo'pti, xo'p. 25 million, 50%. 50%. Jigar do'da kayf qilamiz. Hammasi do'da bo'ladi. 50 million tushibmi? Qara. 50 man, 50 man. Xo'p, men boyib ketdim. Qayerdan tushgan ekan bu pul, ha? 50 million. Mashinani olsam, Ajoyib tanlov aka. Assalomu alaykum. Men bu yerda sotuvchiman. Как раз Pepsi'da yangi Pepsi Mania aksiyasi ketyapti. Siz xohlagan hajmdagi Pepsi'ni, sariq qopqonli Pepsi'ni xarid qilasiz. Qopqon ostidagi kodda mana shu QR kod orqali Telegram botiga o'tib jo'natasiz. Xo'p. Har kungi sovg'alar telefon raqamingizga 10 ming so'mdan 100 ming so'mgacha pul tashib beriladi. Paymedan plus podpiskasi, undan tashqari Pepsi firmaning stakanlari beriladi. Aha. Har haftadagi sovg'alar elektrosamokat, Turkiyaga 25 millionlik sayohat, undan tashqari kartangizga 50 million so'm pul tashib beriladi. Okey. Mashina tik jo'natasiz bo'ldi faqat. O'ylab ko'rasanmi? 50 millionga nima qilsa bo'ladi? Stop. Birinchidan baqirma. Ikkinchidan sen meni o'rtoqda katta xato qilding. Sen bilan ko'rishgan bo'lsang, kim tur? 2 marta ko'rishganmiz. U ham o'rtog'im emassan, sen meni qo'shnimsan, tushunsan? Ani doda kayiblaringni o'zing qivur o'rtoq. Aralashmagan bor. Qanaqa o'rtog'imiz? Bitta mahalla, yaqin, paqin. Hayda, davay. Lup, sanchi. Nimaga понять? Samandar. Yo, paket kerak emas. Saman bo'la qolgin. Bo'l. Mana mashina shundoq qo'sh. Boring. Yur, nima qilib turibsan hali? Jinniroqmisan sen magazinchilarni yaxshi ko'rib qolib, nima qilay? Chiroyli qiz ekanda. Yur. Sinab ko'rish kerak ekan. ha, aka, tinchlikmi? Ana, sochi zingalik qiz. Qani aka? Ha, u qizi to'yi bo'lib ketdi-yu. Kech qoldingiz. Qanaqa qilib? Agar o'shanda bir og'iz gap gapirganingizda edi, hozir hammasi boshqacha bo'lardi. Nima? Siz hali bitta kalta yegaringizga yig'laysizmi? Men sizga metroga, avtobuslarda tiqilib yurmasin deb pullar berib qo'ysam. Siz yig'laysizmi hali? Ustingizga hamma kiyimlaringizni, jinni dugonlaringiz bilan ko'rishingizni men ko'tarsam. Siz yig'laysizmi? Bitta shu ko'ylagim kuydirib qo'yib, bitta kaltani yedingiz, yig'lamang unaqa. Qaysi duolaringizni so'ragansiz, mendek xalqondek akani? Turing, shizni qiling. Yo'q, aka. Turing. Uf, setini yoqasiz, quloqtovdim. Senga surprizim bor. Mangami? Surpriz. Mana taqinda. Hozirmi? Ha, hozir yuraver. Aha. Qanaqa surpriz? Borganda ko'rasan. Nima ayting? Sekin. Bo'ldimi? Ha? Ana. Och. Aka, hech bola yo'q-ku. O'timida hishasi yo'q. Tez sayli ovqat qornim ochib ketdi meni. Jinnirom, siz kecha soat 2 da ovqat pishirtirib menga o'zimasam yo'q. Agar o'layotgan bo'lsang, birinchi menga ovqat tayyorlaysan, keyin o'lasan, tayyor tez menga. Ma'qul. Ma'mi nima? Fu, aka, molxonadan kelyapsizmi? Yuvib qo'ygin deganman. O'rtog'im kelgan. O'rtog'ing. Asan, Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Stop, to'g'ri.
Maftunaxon, siz bemalol singlimizni mehmon qilib urasiz. Mabodo kechki payt parklarga borgili kelib qolsa, menga aytasizlar-da, men olib kelaman.